Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Meni ismim Ali. Men bugundan boshlab bugun 9 bugun 10-noyabr 2025-yil hozir soat 7:18 o'tdi. Har kuni miyani rivojlantirish to'g'risidagi bo'lgan kitoblarni o'qib, YouTube sahifamga joylab va Instagram sahifalarimga joylab bugungi kunda miyamni rivojlantirib boraman. Bu degani har bitta o'qigan kitobimni sizlarga eshittirib, ya'ni birinchi o'rinda sizlar eshitasizlar, o'zim eshitaman. Keyin shu eshitgan narsalarimdan nima xulosa chiqarganimni, nima tushunganimni, qayerda qo'llashim kerak bo'lgan joylarini daftarimga yozib sizlar bilan bo'lishib boraman. Ya'ni hamma o'qigan kitoblarimni ijtimoiy tarmoqlarga joylab, nima tushunganimni, nima qilish kerakligini, qanday qilib miyani rivoji orqali soqqani ko'paytirish va miyani rivojlantirish taraflarini o'rganib boramiz. Hozirgi payt bugungi kundan boshladim shu ishni qilishni. Bugungi birinchi o'qiydigan kitobim Как найти свою сильную сторону. Qanday qilib eng kuchli tomoningizni topishingiz mumkin. Saidmurod Davlatovning kitobi. Saidmurod Davlatov biznes nastavnik. Ya'ni biznes ustoz, biznes coach. 39 вещей, которые помогают в поисках признания. 39 ta yo'l sizni eng kuchli 39 ta yo'l orqali sizni eng kuchli tomoningizni bilib olishingiz uchun bo'lgan yo'l. Bu kitobimiz rus tilida bo'lgani uchun rus tilida o'qiyman. Rus tilida o'qiganimdan keyin o'zimizda O'zbekiston aholisi yarmidan ko'pi rus tilini bilishadi. Shunga rus tilida o'qiyman. Tushungan narsamni rus tilida ham aytib o'taman, o'zbek tilida ham aytib o'taman. Bu yerda hozirgi paytda xullas 281 varaq ekan. Har kuni 365 kun davomida, har kuni 365 kun davomida emas, har kuni umrim bo'yi mana shu kitoblarni o'qib, miyani rivojlantirib, qanday natijalarga erishsa bo'ladi, noldan ko'rsatib boraman. Hozirda noldan birinchi o'qiyotgan kitobim Как найти свою сильную сторону Saidmurod Davlatov. Shuning uchun boshladik. Har bitta punktda bu yerda xullas где-то bir 20 ta punkt видение bor. 3 проблемы в вашей жизни, что формирует характер. Mana shuni hammasini o'qiyman. O'qiganimdan keyin bu yerda hozir 1 soat o'qiganimdan keyin video bo'ladi. Mana shu 1 soatlik video. 1 soatlik videoni 3 проблемы в вашей жизни, что формирует характер, занятия формирует характер. Mana shu hamma punktni, hamma ijtimoiy tarmoqlarimizga nomlari bilan yozib chiqaman. Masalan, men hozir 3 проблемы в вашей жизни 3 ta hayotingizdagi 3 muammo degan joyini o'qib, YouTube'ga именно hayotingizdagi 3 muammo degan joyini qoldiraman. Obloshkaga shu именно 3 minutlik bo'ladimi, shu video 5 minutlik bo'ladimi? Siz shuni ko'rib, hayotingizdagi 3 muammo va 3 muammoning yechimini ko'rib o'tasiz. Ya'ni men shu 3 muammoni o'qiganimdan keyin hayotingizdagi 3 muammoni Saidmurod Davlatov orqali yozilgan kitobdan shu narsani birinchi o'rinda o'zim tushunib olaman. Qayerda qo'llash kerakligini aytaman, qanday qilib qo'llash kerakligini aytaman, nimani tushunganimni aytaman va daftarga nimani yozganimni ham aytaman. Kuniga 1 soat shunaqasiga miyani rivojlantirib boramiz. Qani ketdik. O'zimga shunday bir finjon choy yana qilib oldim. 1 soatcha chanqashim mumkin. Siz ham agar oxirigacha ko'raman desangiz, oxirigacha ko'ring. Birinchi o'rinda miyangizni rivoji uchun. Hamma o'qiyotgan kitoblarim hammasi ham YouTube'da chiqarilgan, ijtimoiy tarmoqlarda chiqarilgan emas, miyani rivoji uchun. Bularni o'qiyman. Birinchi o'rinda o'zimni rivojim uchun. Birinchi o'rinda o'zimni rivojim uchun. Ya'ni nutqim rivoji uchun, gap so'zlarim rivoji uchun, miyam rivoji uchun. Ya'ni keyin sizlarga rivoj bo'lish uchun hamma kitobdagi narsalar o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarga chiqarilmagan. Ya'ni men hammasini batafsil bittama-bitta o'qib, sizlarga tushuntirib o'taman. Obuna bo'lib, like, podpiska qilib qo'yamiz. Ketdik.
Ana endi boshladik. O'zimizni chetdan kuzatadigan akalarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz rus tilida ham tushuntirib boraman, o'zbek tilida ham tushuntirib boraman. Я буду рассказывать и на русском, и на узбекском языке, что я понял, где я буду применять и как я буду применять, и что я написал в тетрадку. Ну, поехали. Название книги «Как найти свою сильную сторону». Qanday qilib kuchli tomoningizni topsangiz bo'ladi. 39 вещей, которые помогут вам в поисках признания. 39 ta yo'l orqali o'zingizni eng kuchli tomoningizni qanday topsangiz bo'ladi. Saidmurod Davlatov, biznes nastavnik. Ketdik, o'qishni boshladik. Birinchi o'rinda bizni содержанияsi kutib olyapti. Содержаниясini sizlarga qiziq bo'lishi uchun har bittasini o'qib chiqaman. Содержание. Введение. Введение degani, ya'ni kirish. 3 проблемы в вашей жизни. Hayotingizdagi 3 ta muammo. Что формирует характер? Xarakterni nima yaratadi? Занятие формирует характер. Harakat xarakterni yaratadi. Удовольствие от достижений ума. Qanday qilib miya erishgan narsasiga priz yoki podarka berish mumkin? 3 главных качества. 3 ta eng muhim sifat. Talant и подражание. Talant degani bu men bir narsani qilsam, shu narsa zo'r o'xshayveradi, и подражание degani birovlarga o'xshash degani. Professionalizm degani bitta ishni qilsangiz, eng zo'ri siz qilasiz, sizdan zo'ri qila olmaydi. Intuitsiya degani devorning orqasidagi bo'layotgan ishni hali bo'lmasidan oldin ko'ra ola bilish. 6-chi his tuyg'u deyiladi. Мышление и среда. Мышление degani fikrlash, sreda degani muhit. Intellektualniy razum. Intellektualniy razum degani noodatiy fikrlash. Emotsionalniy razum degani u ham noodatiy fikrlashga kiradi. Ya'ni emotsiya bilan fikrlash. Kulish, yig'lash, mana shunaqasi. Shunaqa orqali fikrlash. Духовный intellekt degani духовный intellekt. Unisini bilmadim, periodini yozib qo'yasizlar kommentariyaga. Yana do'stlar, qayerida rus tilidan xato kamchilik qilib o'zbek tiliga noto'g'ri perevod qilayotgan bo'lsam, xato kamchilik qilib shu yerda siz noto'g'ri aytdingiz deb komment yozib qo'yinglar. Chunki men ham 100% rus tilini bilmayman, lekin harakat qilib sizlar bilan birga o'rganaman. Духовный intellekt, plus духовный intellekt. Resurs degani pul, vaqt va hokazo. Преодоление препятствий. Birinchi o'rinda qiyinchiliklarni yechish. Zakon tishini. Qonun, tinchlik qonuni. Опора на свою индивидуальность и способности. O'zingiz uchun himoya va individualность degani o'zim degani. Показатели величия. Kattalik ko'rsatkichi. Формирование ценностей. O'zingiz uchun ценностьni yaratish. Ya'ni ценность deganda o'zingiz uchun qimmatbaho narsa yaratish. O'zingiz uchun emas, qimmatbaho narsa yaratish. Keyingisi, как определить и сформулировать свои ценности. Qanday qilib o'zingizni, kuchli tomoningizni bilib va uni realizatsiya qilish. Сформулировка. Мои жизненные ценности. Mening hayotiy kuchli taraflarim. Ваш потенциал sizning harakatingiz. Strategiya жизни. Hayotingiz strategiyasi. Секрет сознания. Fikringizni siri. Циферблат жизни. Hayotingizning циферблаты. Средства тайм-менеджмента. Muhitni boshqarish. 3 основных заблуждения. 3 ta eng muhim adashuv. Стоимость времени. Vaqtning qancha turishi. Kategorии дел и эмоций. Kategoriya degani ishlar kategoriyasi va o'zingizning emotsiyangiz, ya'ni yig'lash, kulish va hokazo. Planирование, rejalashtirish.
Analiz вашего интеллекта. Sizning fikrlashingizni, miyalashingizni analizi. Мешающие faktori. Sizga xalaqit beradigan faktlar. Sizga xalaqit beradigan ishlar. Список незавершенных дел. Список незавершенных дел oxiriga yetkiza olmagan ishlaringiz. Metodi samoanaliza или выбор деятельности. O'zingizni analiz qilishingiz va o'zingizga ish tanlashingiz va vaqt ajratishingiz. Еще один важный фактор. Yana bir eng muhim faktor. 10 направлений, которыми я mог бы заняться. 10 ta направление bilan, 10 ta yo'nalish bilan, qaysi 10 ta yo'nalish bilan men shug'ullangan bo'lar edim. Fokus, konsentratsiya мысли. Fikringizni bir joyga jamlab, bir joyda faqat fikrlash. Fokusirovka deyiladi. Вокруг вас изобилие. Har tomoningizda, har taraflama sizlarga yoqadigan narsalar изобилие. Создавайте ценности. Создавайте ценности, qimmatbaho narsalar yarating. Научитесь везде видеть успех. Hamma yerda yutuqni va yaxshilikni ko'ra ola biling. Технология раскрытия творческого мышления или как стать умным. Qanday qilib o'zingizni, kuchli tomoningizni ochib, qanday qilib aqlli bo'la olish siri. Keyin oxirida заключение, tugash. Mana shuncha o'zingiz ko'rib turganingizdek, o'zingiz eshitib turganingizdek, mana shuncha punktlar bor. Shuni hammasini o'qib, qanday qilib, qayerda qo'llaymiz, qayerda qo'llayman, qaysilarini yozaman va qanaqasiga qo'llayman. Va o'zgarishlarimni ham boshqa videolarda aytib boraman. Birinchisi ketdi, введение. Введение. Свои способности человек может узнать только попытавшись приложить их. Hamma odam o'zini nima qila olishi, nima qila olmashini faqat harakat qilib ko'rgandan keyin biladi. Xullas do'stlar, men bir sahifani o'qiyman, ya'ni bir mavzuni o'qib, shu narsani periodini emas, shu narsadan nima tushundim, qayerda shuni ishlataman va yozamanmi, shuni daftarga yozmaymanmi, yozadigan bo'lsam aytaman, yozmaydigan bo'lsam aytmayman va qanday hollarda shu narsani ishlataman, shuni aytaman, bo'ldi. Ketdik. Человек не является продуктом обстоятельств, наоборот, он их формирует. Odam hozirgi bo'layotgan vaziyatni produktasi emas. Ya'ni hozirgi bo'layotgan vaziyatni hosili emas. Ya'ni odam vaziyatni o'zi yaratadi. O'ziga yoqqan vaziyat. Чтобы понять это требует настоящая мудрость. Многие люди полагают, что у них нет возможности влиять на судьбу. Они считают, что обстоятельства определяют их качество жизни и делают каждого тем, кем они являются. Поэтому люди не пытаются ничего изменить, не ставят амбициозных целей, не стремятся реализовать способности на самом же деле. Ya'ni odam o'zini, muhitini o'zi yarata olishini bilmagani uchun va shuni tushunmagani uchun katta maqsadlar qo'yishga, katta natijalarga erisha olaman deyishga, ya'ni o'ziga ishonchi ortishiga ishonmaydi. Chunki ular o'ylaydiki, meni muhit boshqaradi, ya'ni men muhitni boshqarmayman. Hozirgi bo'layotgan vaziyatni men boshqara olmayman. Ya'ni hozirgi vaziyat meni boshqaradi deb o'ylaydi. Shuning uchun odamlar katta maqsad qo'yishga va rivojlanishga qo'rqishadi. Если человек сможет найти свои сильные стороны и использует их для достижения высоких результатов, он добьется успеха и его мечты сбудутся. Если человек сможет найти свои сильные стороны и использует их для достижения высоких результатов, он добьется успеха и его мечты сбудутся. Ya'ni agar odam kuchli tomonini topa olsa va uni ishlatsa, ishlata ola bilsa, u
katta natijalarga erishadi va uni niyatlari amalga oshadi va amalga oshishni boshlaydi degani. Люди, которым удается определить свои преимущества, развить их и использовать для достижения своих целей, оставят имена в истории. Ya'ni qaysidir bir odam o'zini kuchli tomonini topa ola bilib, shu narsani ishlatsa va rivojlantirsa, uning ismi, qilgan xatti-harakatlari asrlar bora, asrlar o'ta ismlari muhrlanadi. Эти люди не только прочтут книги по истории, они создадут то, что будут изучать следующие поколения. Чтобы реализовать способности, этому нужно посвятить всю жизнь. Это сделали все выдающиеся личности. Эйнштейн, Менделеев, Мухаммед Али, Мандела, Махатма Ганди, мать Тереза, Ленин, Маркс, Авиценна, Аль-Бируни, Брюс Ли, Эдисон и так далее. Bu odamlar, ya'ni Mendeleyev, Einstein, Muhammad Ali, Marks, Avicena, Al-Biruni, Bruce Lee, Edison va hokazo insonlar, ya'ni bular eng kuchli tomonini rivojlantirib, shu tomon harakat qilishgan va asrlar bora ko'rib turganingizdek, bular qilgan ishlarni hozirda biz qaytarib, shular yozgan kitoblarni biz o'qib, rivojlanib, miyamizni bugungi kungacha rivojlantirib, yangi narsalar o'rganayapmiz. Shuning uchun odam o'zini kuchli tomonini topish uchun, o'zini realizatsiya qilib harakat qilish uchun butun umri kerak bo'ladi. Определив сильные стороны, вы потратите жизнь на выполнение своей миссии на земле. O'zingizni kuchli tomoningizni topa ola bilganingizdan keyin siz butun umringizni o'zingizni yoqtirgan ishingiz uchun va o'zingizni nima uchun yaratilganingizni bilganingiz uchun butun umringizni ketkazasiz. Ya'ni shunga umringizni bag'ishlaysiz. Вы будете делать то, на что есть воля Божья. Siz harakat qilasiz, Alloh tomonidan berilgan sizga in'omni, ya'ni qanday aytsam bo'lar ekan? Siz eng kuchli tomoningizni bilganingizdan keyin, ya'ni o'zingizni rivojingiz uchun ваша цель станет Божьей целью, вашими руками он будет улучшать этот мир. Siz o'zingizni rivojingiz uchun harakat qilganingizda Alloh sizga yordam beradi. Если вы определите свой талант и будете использовать дар на благо общества, а цели будут созидательными, вы станете могущественным человеком, поскольку вашими делами будет управлять Создатель. Можно в это верить, можно не верить, но в любом случае вы будете правы, потому что это будет ваш выбор. Главная задача для тех, кто верит, найти свои сильные стороны и применит их. Поговорим о том, как это сделать. Ya'ni o'zingizni kuchli tomoningizni bilib olganingizdan keyin siz butun umr shu kuchli tomoningizni yanada rivojlantirish uchun harakat qilasiz, butun umringizni bag'ishlaysiz. Ya'ni odamlarga yordam berib shu narsani aniqlaysiz. Aniqlaganingizdan keyin butun umringiz shu narsaga ketadi. Shu narsaga, shu kuchli tomoningizga bag'ishlaysiz. Siz eng muhimi kuchli tomoningizni topishga harakat qilishingiz kerak. Siz o'zingizga aytsangiz, kuchli tomonimni topa olishga harakat qilaman desangiz, topa olasiz. Agar kuchli tomoningizni topa olmayman desangiz, topa olmaysiz. Ya'ni birinchi o'rinda o'zingizga topa olmayman dedingizmi, siz to'ppa-to'g'ri aytdingiz, har tomonlama siz topa olmaysiz. Ya'ni agar topa olaman, qidiraman, harakat qilaman siz, yana siz to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Siz topa olasiz. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Siz o'zingizni miyangizga nima fikr bersangiz, nima
buyruq bersangiz shu amringizga muntazirman deydi va harakat qiladi shunga qarab. Shu bilan hozirgi kirishimiz, ya'ni Saidmurod Davlatov как найти свою сильную сторону, qanday qilib kuchli tomoningizni topsangiz bo'ladi. Videniyasini o'qib tugatdim. Videniya. Videniyada nimani tushundim? Odam harakat qilmasdan o'zini harakatini, qo'lidan nima kelishini bila olmaydi. Odam harakat qilmasdan o'zini qo'lidan nima kelishini bila olmaydi. Ya'ni odam bu kirishda yozilgani bo'yicha o'zini harakatini nima qilishini harakatsiz bila olmaydi. Birinchisi tushunib yetgan narsam. Ya'ni odam harakat qiladi, keyin qo'lidan nima kelishini biladi. Agar yana tushungan narsam, odam shu o'zini eng kuchli tomonini topa ola bilgan bo'lsa, birinchi o'rinda va shuni rivojlantirsa, umrini shunga bag'ishlab harakat qilsa, o'zi xohlagan maqsadiga, qo'ygan maqsadiga va yozgan, orzu qilgan orzulariga, orzu maqsadlariga umri davomida erishib boradi va erishib yeta oladi degan narsani tushundim. Keyin odam birinchi o'rinda o'zini oldidagi, ya'ni o'zini oldida bo'layotgan narsalar, masalan tasodif deymiz, ya'ni bo'layotgan narsalar, ya'ni человек не является продуктом обстоятельств, наоборот, он формирует их. Обстоятельства degan vaziyat. Odam vaziyatni hosili emas, vaziyat odamni hosili. Ya'ni odam o'ziga yoqqan vaziyat yaratishi mumkin, o'zi xohlagan vaziyat yaratishi mumkin. Shuning uchun odam, ya'ni siz, men har bitta qo'yayotgan maqsadimizda, har bitta aytayotgan gap so'zimizda o'zimizga yoqqan vaziyat yarata ola bilamiz, yarata olishimiz mumkin degani. Shuning uchun maqsad yozayotganda, o'ylayotganda, orzu qilayotganda bemalol o'ylab harakat qilish kerak. Chunki vaziyatni biz yaratib, bizni qo'limizda vaziyat yaratib shu narsani boshqarish. Ya'ni vaziyat bizni boshqarmaydi, biz vaziyatni boshqaramiz. Tushungan narsam shu bo'ldi. Keyin yana shu kuchli tomoningizni topish uchun harakat qilsangiz, to'g'ri, u narsani bittada topa olmaysiz. Ba'zida umringizni yarmi ham ketib qolishi mumkin. Shu narsani aniqlab bilish uchun shu kitobda yozilganiga qaraganda, ya'ni men hamma hozirgi aytayotgan gaplarim kitobdan olingan va shuni o'zbekchaga o'zim perevod qilib tushunganimdek tarjima qilyapman. Qayerda xato va kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, qayerda noto'g'ri gapirib, noto'g'ri tarjima qilgan bo'lsam, o'zlaringiz to'g'rilab, shu narsani kommentda yozib, like, podpiska, obuna qilib qo'yamiz. Обязательно. Har kuni 1 soatdan vaqt ajratib kitob o'qishga miyani rivojlantiraman. Birato'la siz ham miyangiz rivojlanar edi. Xullas, kirish tugadi. Tushungan narsalarim shu bo'ldi. Birinchi o'rinda odam harakat qilsagina qo'lidan nima kelishini biladi. Ikkinchi o'rinda odam vaziyatni yaratadi. Vaziyat odamni yaratmaydi. Shuning uchun odam qo'rqmasdan maqsad qo'yish kerak, qo'rqmasdan orzu qilish kerak, faqat to'g'riga gazini bosish kerak. Uchinchisi, odam kuchli tomonini topib, kuchli tomonni yanada kuchaytirsagina xohlagan maqsadlariga, xohlagan orzulariga erisha oladi. To'rtinchisi, o'zimizni kuchli odamlar, ya'ni kitobda yozilishi bo'yicha Muhammad Ali, Einstein, Edison, Bruce Lee, Albiruni, Avicennalar kabi, agar siz ham kuchli tomoningizni topib shu narsani rivojlantirsangiz, ularga o'xshab ismingiz asrlab qoladi va kitoblaringizni agar kitob yozsalaringiz, insonlar, avlodlar o'qib rivojlanishadi. Xullas, mana shu kirishida mana shuni tushundim. Keyingisi 3 проблемы вашей жизни. 3ta hayotingizdagi muammo. Buni keyingi videoda aytaman. Keyingi videoni ko'rish uchun shunday obuna bo'lib qo'yasizlar va keyingi videoga o'tasizlar. Davay. Rahmat, oxirgacha kuzatganlaringiz uchun. Like bosib, fikringizni bildirib, podpiska bosib qo'ying. Biz bilan birga rivojlaning. Rahmat.